Onasi nima bo'ldi? O'g'ilmi, qizmi? Yes! Farzand tug'ilganda eng hayajonli daqiqa unga ism qo'yish bo'ladi. Chunki ism oddiy so'z emas, u mehr, orzu va ma'noni o'zida mujassam etadi. Ism qo'yish ba'zida bolani ota-onasi, ayrim hollarda esa yaqin qarindoshlari tomonidan amalga oshiriladi. Bu 6 kishilik komfort komplektimiz, bu 8 kishilik Luna komplektimiz, bunisi 6 kishilik Loft komplektimiz, bunisi esa yangi modelimiz. Ya'ni yangi farzandimiz desak ham bo'ladi. Bugungacha barcha modellarimizga jamoamiz bilan birga nom qo'yar edik. Endi esa siz qadrli obunachilarimizga ishonib topshirmoqchimiz. Siz bu kolleksiyamiz uchun qanday nom qo'ygan bo'lar edingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Eng chiroyli va bu mebellarga mos keladigan nom qo'ygan insonga bizning maxsus sovg'amiz ham bor. Shunday ekan, vaqtni boy bermang.